Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Bu ibodat. Bu ibodat. Fama atakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam sizlarga nimani bergan bo'lsa, nimani olib kelgan bo'lsa, uni olinglar. Nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Allohning buyrug'iga labbay deb javob beradigan bo'lsak, payg'ambarimizning buyrug'iga itoat qilishimiz kerak. Ana shu biz aytayotgan sunnatni kerak emas deyotgan yoki Qur'onni o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysinki, Alloh taolo ana shu Qur'oni Karimda aytadi: "Astagfirullah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni, yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum." Ey Muhammad alayhisalom, ayting o'shalarga, ya'ni bizga, boshqalarga, agar sizlar haqiqatan Allohni yaxshi ko'rishlik da'voinglar rost bo'lsa, menga itoat qilinglar deb ayting. Alloh taolo aytayapti, meni yaxshi ko'rsanglar, menga iymon keltirgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyuryapti.